Ko'rdinglarmi? Buni hozir video qilishimdan maqsad ko'p haydovchilar mana shu holatda qarama-qarshi tomon chiqib ketyapti. Qat bo'ldi. Faqatcha burgerdan kelyapsizlar. Nazarboyev tarafga qarab, faqatcha burgerdan. Bog'cha bor. Shuni o'ngga burilasizlar, esladinglarmi? Ayrimni biladingmi? Mana bu yerda plit yotqizgan trotuarga chiqib ketib qolgan tashqariga. Kamiga bog'cha payt to'ldirishgan mashinani. Bu vaziyatda shu trotuar plitani suv chiqib ketmaydigan maqsadda kattaroq radius olishadi haydovchilar va o'zlari bilmagan holatda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketishyapti. Mana bitta holat. Kamaytirish kerakmi, ichkariroq kiritish kerak buni. Bu hozir qorong'i vaqt, yetarli ko'mak sharoit bo'lsa, kamiga birinchi marta yurayotgan transport sal tezroq harakat qilib olsa, qarama-qarshi bilan kelayotgan bo'lsa to'qnashib ham ketishi mumkin. Shu narsaga e'tibor qaratish kerak. Aynan shu joyda xavfli vaziyat vujudga kelyapti. E'tiborli bo'linglar. Qolgan joyda ham kamchiliklar bor. Tezroq e'tiborni qaratishni so'rab qolamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, qancha jo'natib qo'yinglar, salomat bo'linglar, qoidaga rioya qilinglar.